Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatni ulamolar ba'zi belgilarni aytishadi. 4 ta belgisini aytamiz. Shu sifat bor bo'lsa, demak payg'ambarimizni yaxshi ko'ryapmiz. Diqqat qilib turinglar, topaylik shu sifatni o'zimizni. Birinchisi, dunyodagi eng katta armoni Rasulullohni ko'rmaganligi bo'lsa. Eng katta armon nima dunyoda desa, Rasulullohni ko'rmadim dunyoga kelib degan armon birinchi o'rinda turgan bo'lsa. Ikkinchisini, agar imkoniyati bo'lib qolsa, o'zini, moli dunyosini, sog'ligini, vaqtini, umrini, borlig'ini Rasulullohni rozi qilish yo'lida xizmatga solish imkoniyati bo'lsa, istasa. Agar imkoniyati bo'lganda payg'ambar bilan birga bo'lganda men ham shu sahobalar qilgan ishni qilardim degan niyati bo'lsa. Uchinchisi, Rasulullohni itoatida yurgan bo'lsa, sunnatga muvofiq kechirayotgan bo'lsa, shu odam payg'ambarimizga muhabbati bor ekan. To'rtinchisi, sunnatga yordam berayotgan bo'lsa, shariatni himoya qilayotgan bo'lsa, demak shu odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga haqiqiy da'vogarlardan hisoblanadi.